Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Feruza Normatova barcha kutgan savollarga javob berdi. Video nima anaqalar bo'lsa, ma'lumotlar bo'lsa tashlaylar bizaga. Chunki yo'q, biz dinni aralashtirmaymiz deb Qur'ondan, hadislardan misollar keltirib qo'yishyapti. Vaholanki hadislarni ham, Qur'ondagi oyatlarni ham orzular kartasiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Ular orzu niyat qilishi Alloh taolo zapret qilmagan-ku, mumkin-ku degan narsani olib, o'zlarining kartalari bilan bog'lashyapti. Niyat, orzu, maqsadlarning hech qanaqa chek-chegarasi yo'q. Alloh taolo bizga bergan shu ne'matni biz orzu qilamiz, niyat degan narsani olib, o'sha narsani bizning kartamizga aloqasi bor degandek qilib ko'rsatishyapti, lekin bu umuman aloqasi yo'q ularning kartasiga. Bu vizualizatsiya degan narsa bizga nasroniy olimlar, nasroniy psixologlardan kiritilgan. O'zbek yoki arab yoki mana shu ilm ahllaridan bo'lgan bironta odam vizualizatsiya haqida gapirmaydi. Gapiradi, lekin uni yopishtirib qo'ygan peshonangga degan narsa yo'q bizda. Ular bu narsaga 100% ishlaydi. Pamitingga o'sha narsa o'tirib qoladi. Qaravurasan deydi, o'sha narsani chaqirasan deydi. Shizofreniya bo'lasan sen unga qaravursan. Astag'firulloh, tavba qildim. Rostga qaravurar ekansizlar. Tasavvur qilinglar, agar bu narsaga ruxsat berilsa 5 yildan keyin hamma er-xotin kelinlarni to'yiga orzular xaritasi sovg'a qilinadi. Spanisi peshonasiga yopishtirib qo'yadi. Farzandlarini har bittasini kravatin tepasida orzular xaritasi bo'ladi. O'qigisi kelmaydi odamlarni, ishlagisi kelmaydi, ilm olgisi kelmaydi. O'sha vizualizatsiya qilaman deb shizofreniya bo'lib kasal bo'ladi odamlar. Borib ketishdi. O'shaning uchun men bu narsaga juda qarshiman. Bo'ldi, demak keyingi anaqaga olib qo'ydik-a. Mahallasi hamma bilan suhbatlashib, erisini menlar sud yursiz. Siz nima ishingiz bor? Xalaq beryapti. Xalaq bermaydi. Erimga xalaq bermaydi. Biz bormiz sudga вообще. O'zlariga topshirib qo'yamiz. Nima borganini ko'rdingizmi sudga? Mashina bormayman qancha joylarga. O'shanda bir bola chiqib gapirganida borganim bo'yicha uni ham topshirib olganman. O'zlari shug'ullanib, o'zlari joy-joyiga qo'yishyapti. Hech men tutmaslik yurmayman. Nabarot, mana shunaqa xalqqa katta ayollarni, katta politsiya odamlarni ongini buzishga harakat qilayotganlarni men qilib beraman. Qarang, ular nima qilyapti deb. Endi meni ham mas'uliyatim bor. 2 million 300 ming odamim bor. Alloh mendan ham so'raydi, ertaga borsam shuncha odam berdim senga, shuncha imkoniyat berdim. Sen nega qarshi turmading? Desa nima qilaman? Misol uchun. Men haq odam emasman. Meni ham gunohlarim achyotibdi. Men bir to'g'ri odam emasman. O'shaning uchun o'zimni yo'limda o'zimni ijodimni qilib yuraman. Birovga qarab menga o'xshab yashaylar, menga yashaylar, 100% to'g'ri yashayapman deyman-ku. Ular chiqib shuni aytyapti. Masalan, mana men bu xarita bilan men 100% zo'r hayotga erishdim. Sizlar ham mendagi bo'lasizlar deyapti. Xuddi bir jannatdan kelib kalit topib mana bemalol eshikdan chiqib kirsangiz bo'ladi degandek hali o'zlarini hayotini bilmaydi, xotimasini bilmaydi nima bo'lishini. Lekin ayollarga qarab men zo'r narsaga erishdim, sizlar ham erishasizlar deyish g'alati-ku. Men nabarot shunaqa qilmasdan hamma o'zini yo'lida o'zi yursin. Hech kim oppo emas, hech kim farishta emas, hammamiz gunohimiz o'zimizga yetarli degan narsani men nabarot aytyapman ularga. Bunchalik ideal, voy seminarlarga kirib kelishadi, voy dod, mana shunday qilib, xudo bir aktrisa bo'lib shu narsalardan qochib ketganman deydi to'g'risi. Mana shu mashhurlik, qatliga kirib borishlar, bir nimalar, tushishligim qolgan faqat. Hamma o'zini go'riga o'zi tushadi. Просто
bunaqa слишком gapiravermanglar dedim-da chiqib. Man 100% sizlarga konkretno deyaptilar, opa chiqib. Man 100% ishlaydi bu narsa. Sizlarga garantiya beraman deb tashlayaptilar. Qanaqa narsa bu? Meni yomon ko'rasizlarmi, yaxshi ko'rasizlarmi? Menga yaxshi ko'radigan odamlar yetarli. Meni yomon ko'radiganlar chiqib ketingizlar. Men sizlarga vohshim toqatim yo'q. Nimaga kinolarda qatnashmayapsiz? Mana ko'ryaptimi sizga? Mana oppoq. Mana. Ko'rmayaptimi? Ko'rmayotgan bo'lsa ayting. Yo'q, kal ko'ryapmanmi sizga? Soch yo'qday. Sochim bor. Yeringiz qani yoningizda yo'q. Nimaga hech yeringiz bilan video qilmaysiz? Yoqmaydimi yeringizga? Shuncha video qo'ydim bugun erim bilan. Ko'rmadingizmi? Nima qilar ekan bu opa? Keyin mehmonga, meni o'rnimga mashaqda o'tiring yerimni kutib, qiziq bo'lsa sizga. Jasur Hamrayev intervyuga taklif qilganda nega intervyu bermagansiz? Berganman-ku intervyu Jasur Hamrayev rahmatliga. Feruza Palatni unini qo'ying, Trampdan gaplashaylik, Venesuelan prezidentini o'g'irlabdi, shundan gaplashaylik, men siyosatga aralashmayman. Men u odamni shunday yomon ko'raman, ehtiyori yo'q. O'zi bir birovni o'limini kutadigan odam yo'q, o'zim qancha yashayman, Alloh bilan, lekin mana shu odamni o'limini kutib yashayman deb hayotda. Netanyahuni, buni yana bitta ikkitalar bor, shular qaniydi tezroq o'lsa deb yashaydigan odamman. Meni kechirsin Tramp aka. Kechiring meni, lekin realman shu odam. Siz yo'q bo'lishingiz qanchalar bayram bugun tasavvur qilolmasangiz kerak. Eringiz tashlab ketishidan qo'rqasizmi shuncha xotini tashlab ketgan-ku. Men bitta xotinman erimda. Valilar roziligi bilan bo'lgan, o'zlari xohlab uylangan xotinlarim, maylimi? Ularning nima maqsadda ekanini men bilmayman. O'zlaridan so'ranglar. Men yaxshi yo'q edim. Yo'q, keyingi o'yinga qoldirdik 2 millionni. Sizdan biror narsa so'raganimiz yo'q. Erini xotini ko'p-ku. Qaysiga qarab falochdingiz? Erini xotini bitta menman. Siz eringizni xotini ko'pdir balkim. Oxirida nima so'raganman? 100 ta Qur'on so'raganman. Krasavitsa siz deb. Da etishadi. Yuzta Qur'on.